Men otam ikkita urush ko'rganda. Birinchi Sovet Finlandiya urushi bo'lgan, keyin Ulug' Vatan urushi. Har bitta shahar qishloqni ozod qilganda xuddi mana shunaqa orden medallar berilganda, har bitta. Uni Kavkazda degan. Kavkazni himoya qilish uchun, Kavkazni ozod qilish uchun. Kavkaz respublikalarini bilasizlar-a? Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon o'sha tomonlarda ham jang qilgan. Mana ozod qilish, Kavkazni ozod qilish uchun. 1943-yilda Tehron konferensiyasi bo'lgan. Buni tarix fanidan bilasizlar. Tehron konferensiyasida otamlar Eron shahrini Tabriz shahriga borgan ekan, o'sha yerda tayyorgarlikdan o'tib, o'sha bevosita o'sha operatsiyada qatnashgan. Tehron konferensiyasi. Tehron konferensiyasi buni 3 ta davlat rahbari uchrashgan. Amerika, Angliya, Sovet ittifoqi. Ovqatyev ham suv ichgan, Kotelov degan, metga osib olgan. Kinolarda ko'rasizlarmi? Metga osib olgan orqasiga. Xuddi o'sha narsa. Keyin mana sumkasi bo'lgan, sumkalari endi o'sha paytda men saqlab qo'yganman. Ichiga hali hujjatlari, xatlarni yozib shunaqa qilardi. Faqat biz kinolarda ko'rganmiz bunaqa urushlar. Haqiqiy o'sha urushda mana Qizil Yulduz ordeni shu. Lekin o'sha nimalardan eson omon yetib kelganda bu katta. Ha. Mana bu xat 45-yil. Ha. O'quvchilar. 45-yil. 45-yil 26 mayda yozilyapti mana shu xat. Rasmga Mana tushyapti. sheriklari, shu buvani sheriklari yozib berishyapti. Germaniyada Esdalik uchun. urushganmiz. Shu inson bilan Jang qilganmiz Nemisga bo'lgan. qarshi urushganmiz. Germaniyani bosib olganmiz. O'sha xotira uchun deb yozib Esdalik. mana yozib beryapti.